Akalar, bu spotter, bu apparat juda ko'p narsalarda ishlatsa bo'lar ekan. Pachoq chiqarishda, ko'zimchakalarda, cho'zilib qolgan joylarda to'g'rilashda ishlatsa ham bo'lar ekan bu apparatda. Hozir men jentra kapotini vakuum qilyapman. Mana shu joyi o'ynab qolgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana menda apparat yo'q. Hozir mana shu spotter yordamida uchiga mana gaz trubka qo'yganman. Mana shu spotter yordamida hozir shu yer cho'zilgan joyda qizdirib o'ynaganini yo'qotaman. Faqat bu apparat ishlatishdan oldin mana o'sha ichki tomonini shkurka bilanmi, biror nima bilan tozalab olasiz. Shunda ishlashi ham yaxshi bo'ladi, rezultat ham zo'r bo'ladi. Mana hozir men qizdirib oldim, bitta uzun bo'lganim sababli ko'rsatolmayman qizdirayotganimni. Mana shu yer edi. Hozirroq ishib qoldi, lekin o'ynagani yo'qoldi, detali cho'zilgani. Bu qaytda endi buni chagrinlarini tersam bo'ladi. Akalar, bu apparat juda foydali ekan. Bu videoni usta akalarga, endi boshlagan vakuumchilarga tashlab qo'ysangiz foydali bo'ladi degan umiddaman. Akalar, yana bitta eslatma. Mana shu pastiga qarasangiz, mana harflar bo'ladi. Mana shu Xdan keyin asi bor, bu qizdiradegani. Qalamcham shunday turibdi. Shunga qo'yib, gradusda 32 qilasiz. Ishlashi yaxshi bo'ladi. Bu yoqda ham ko'rsatib qo'yibdi o'zi. Mana shu holatda ishlatsangiz, ancha rezultat yaxshi bo'ladi. Qoldi.